Barchalarga salom sizlar. Xo'sh, kamera shitda. Kamera qo'yamiz, tak yoqamiz. Yoqdik. Barchalarga salom sizlar bilan izlamiz. Bugungi videoda biz Alvinga prank qilamiz. Hozir biz Alvinni uyini yo'q qilamiz. Let's go. Alvinni uyini ochdik. Jital keldi. Alvin mana. Endi kameramizni ketdik. Hammaga hay sizlar jital bo'ldi. Alvinni farzandik qo'yib, Alvinni kerak. Endi mingta prosmotr ishtalarga qadar. 2 hours later. Portulagan o'zi eshitdim. Portulagan mal qilsa yo'q. Bomuşman. Bomuşup oldum. Alvin, cho'tan nima gap? Uying nima bo'ldi? Bitta ahmoq uyim porlatib ketdi. Qaysi jital? Esimda yo'q. Qochib ketdi. Voy, toshmada kis ko'rmadingizmi? Men shu jigaran kimlar deb qoldim. Barchaga salom, sizlar bilan bo'lib, buni qaysi jital qilganini? Bu yo'q qolding birosdan, kel senga yordam beray qo'limdan kelgancha. Hozir pul bo'lish kerak edi desmasam. Musulkaz bormi? To'xta, bu pul to'xta, yo'q bera olmas ekanman. Uy nalogi narsadan to'lashim kerak edi. Boring. Akam bo'lib turib yordam bermaydi. Boringda. Urilib ketdi ichari. Kim portlatdi ekan, bo'lsa sizlar bilmaysizlarmi? Alvin uyimga kirg'izolmayman-da hozir. Hamon bo'pti-ku, mayli agordan tozalaylik. Nimadir qilish kerak, Alvinga yordam berish kerak. Uy qurib bersam ekan, Amerikadan joy olib, nima deydilar bolalar? Qaysi jitil portlatganini bilsam, kellasini olib tashlayman o'sha jitilni. Sizlar bilsanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentga ham yozib qo'yinglar. Kim qilganini aytinglar bolalar. Men endi bilmayman-da, Alvinni o'zi eslamayapti. Mana Merakani oldiga borib kelaylikchi, merning oldiga. Mer balkim mana qo'lar taq mer aka. Hayda kiraver. Mer yordam kerak. Qanday yordam? Uysiz yo'qliga. Kim uysizlik yo'qlar yo'q-ku bizda? Borda. Kim? Qarochi qaysi turish yetdi? Keptida Alvinni nimadir portlatib ketdi. Jital. Jigarang kimni deyapti? Toshmatmi? Jigarang kimni ko'p o'qishdi. Rastanim gapingni jam bor. Nima bo'ldi endi? Hammasi portlab ketgan. Uyning yarmidan ko'p yo'q. Tushunarli, yordam bera olmayman. Nimaga? No, uy bera olmayman, lekin yer berishim mumkin. Yo'q, uy bor, lekin uyga mayli. Ammo o'sha yerdan mayli senga $100 beraman. Nega bu daraja ursin? Ana eski dada chiqib ketgan joy bor-ku. Yopiq joy. Dada. Bo'pti, xo'p, shu holatda gapirdilar. Mayli, Alvin uchun olib bering. Shu holatda joymi deyman. Alvin, senga qon bor. Ketimdan yurgin. Merni oldida uyni oldida turib turasan. Bu o'zi yomon bo'pti-da. Merni uyni oldida turib turma, bilan gaplashib olay. Mer aka, kalti merasi aka $300. Qayerda kalti yo'q, qizlarni qo'yib olasanlar. Bo'pti, xo'p. Alvin, men sening uchun uy sotib oldim. Alvin. Yo'qqa yurmay, eski uyga qo'l olasam, yo'qqa yur. Sening uchun uy sotib oldim. Bilmadim, endi bu eski uy birda ishim bo'yicha aroqlar shunaqa qilgan, mayli. Qani bitta. Tadam. Yashamayman men bu yerda. Nimisan? Remont bor uy toping. Vola betni remont qilish kerak. Bu rostdan mayli, borda betni biz remont qilishga harakat qilib ko'ramiz. Bor pulimizga tak bizda sotuvchi jitil bo'lgan narsalar olib ko'ramiz. Mashinaga kirib, avvalambor agordan tozalab chiqdim. Bo'pti, Alvinga o'z yordam beramiz. Lekin portlatgan jitil topsam, abjaq qazam o'sha jitil bor. Bizda hozir endi uy to'lashga pul toparmiz. Endi ishlayman birinchi Olaman-da. Aka, yo'q aka, to'xta. Ushadi, to'xta. Qayta. Alvin, men senga o'g'irlik qilishni o'rgatganmanmi? Pulim pulim. Yo'q, pulim yo'q, uyqu beryapman senga. Rahmat. Men hozir olgan narsa sotib olay. Sekin tak. Sotuvchi jitil, nima bo'ldi? Rahmat berma. Boshqa to'kilib ketdi. Xo'p, men nima bilmoqchi edim? Bo'lmayman, olagani yo'q. Bitta stol, bitta gaz plita, tak kovat, tak versta. Aro. Kraska to'kilib ketdi. Voy. Nima bunaqa ukang? Nima deysan endi? Qaytmayapman. Aro. Jim turgin, tak bitta xolodilnik. Bo'ldi.
Tak bo'ldi. Tak, yana nima olsa bo'ladi? Divan olamiz. Qancha bo'ladi? Sendan $150. Voy, bu вообще qimmat u. Mayli sen tirikchilik berdan bola chaqa bor. Mana oling. Bo'pti. Tak bo'ldi, endi biza tak erta-peta olib chiqib qolar. Mayli Alvin uchun. Alvin yurmay senga joy qilib beraman sharoitli. Lekin portlatgan. Ha? Menga qarang. Nima deysan? Menga qarang. Ishqilib sizga arvoh aylantirmadim anavi. Kraska to'kilib ketdi ustiga. Men bu yerda yotmayman, nimasiga zax bo'lib yotmayman men. Qara. Mana senga hozir men zo'r sharoit qilib beraman, qarab tur. Mana senga o'zimni yo'l narsalarni qo'yib beryapman, qaragin. Ana, loyla bo'lib yotibdi. Alvin, men buni $300 sotib oldim, bilasanmi? Qara, sen uchun. Lekin bu yerda arvoh bor deb eshitganman. Hech qanaqa arvohlar yo'q. Tak, mana. Ko'ramagan madrusa. Jim turgin, qara. Bergin. Mana yerga mana bitta divancha qo'yib beraman. Mana yerda o'tirasan mashina. Keyin bu yerga bitta kichkina shkafcha. Meni o'tiraman. Холодильник. 100 yondim bironta. Endi borida shukur qilib turgin. 100 rubka bering menga. Tak, bu yerga stol qo'yib qo'yaman, mana stolingga mana lampani. Mayli. Alvin. To'g'rilab beraman hozir. Endi sotuvchi jizdil olib kelar ekan 1-2 kunlarda olib kelsa qo'yib beraman, xo'p? Yo'q. Divan oldi, mana yerda stol, o'zing endi kompyuterga pul toparsan. Mana mayli, mana mashinani motor qilarsan, yeb ichishga. Mana Mametga ochib bering, sal svetam yo'q, yorug'lab olib turadi. Tak. Bo'ldi aka. Xo'p, bo'ldi. Endi bo'ldi, qutuldim men sendan. Mana loylaring bizgin. Tak, endi uni portlatgan jizni topish kerak. Tak. Nima qilyapsan? Berma. Jo'nay. Men senga blok beraymi? Voy, tinta. Menga stol qo'yib bermaysiz, shuni qo'yib tashlamayman. Alvin, tozala. Qilich bilan sindirsa bo'ladi. Voy. Men senga nimaga yordam berdim o'zi? Yaxshi bo'p. Sindirmang. Alvin jo'natdim. Xo'p, endi portlat endi tak ishlarim bo'ldi. Men notdagi ishlarimni qilaman. Alvinga yordam berdim. Bu mushlikdan juda qutqarmadim. Uni eski uy bo'lsa olib berdim. Endi pul topish kerak bo'ldi. Arenda suvlan to'lash uchun. 2 hours later. Juda charchadim. Mayli, kartaga $1000 tushirib oldik. Ana endi esa muammo to'lov narsalar. Endi Alvindan xorab kelib, uyda yaxshi o'tirib, xo'sh. Tak. Voy jinni, babushetga o'tibdi uxlab. Tintak ichkariga olib kirib qo'ylik endi. Gapni foydasi yo'q bu bolaga bor-ku. Mana bir. Sho'g'alab kelay. Voy, mana to'g'rilabapti. Tak, uyda xarob kelib undan. Xo'sh, barchaga salom. Sizlar bilan jittilavet. Yig'ibdi-ya. YouTube qilib tur. Xullas, o'tgan videoda Alvinning uyini portlatgan edik. Endi bu video 1000 ta like oshib ketdi, 10 ta prosmotr, 1000 ta likedan oshibdi xullas. Bugungi videoda biz pomidor ovqat qilishni o'rganamiz. Nima dedi? Portlatganmiz dedimi? Bildi, ana endi o'zingdan ko'r. Rejani o'zgartiramiz, hech qanaqa uyda ishlaymiz. Endi sen hozir mendan ko'rasan, ukam uyni portlatgani uchun. Skladga shuni kirib chiqaydi. Oye, endi ko'rsa mendan shoshmay tur. Xo'sh, pomidorni to'g'rab olamiz. Sizlarga faqat pomidor kerak bo'ladi. Pomidordan ovqat qilamiz va kartoshka qilamiz. Hozir men senga ovqat qilishga o'rgatdim, yaramas. Tak, emas, uxlaymiz. Xo'sh, endi go'shtni solamiz. Hozir go'sht bo'ladi. Nima? O'yincholar yolg'izman. Endi sekin ketish kerak. Alvinni qo'yishini yaramas. Alvin nimadir bilan boy qo'ygani yo'q. To'g'ri alaman endi. Sizlar bo'lsa videoga like, comment, subscribe qilaman. Let's go. Boom.